Bayram o'tadigan parkimizga ham keldik. Xudo xolasa hozir sekin yerdan pulini to'lab kiramiz. Parkimiz ajoyib. Topishimiz kerak, kedi yig'ilishyapti. Mana shular emas. $10 ekan bugunga. Xudo xolasa mana keldik. Mashinani ham bu yoqqa qo'ydik tepaga. Bu yerda joy yo'q ekan. Joy pay bo'lsa, keyin sekin ketirib bu yoqqa qo'yamiz, yaqinroq joyimiz o'zimizga. Xudo xolasa hozir endi yigitlar bilan bir salomlashib, bir o'tiramiz, dam olamiz. Oh. Mayli. Hozir video qilib olaylik. nimalari bir ko'raylik, atrof muhitlar bir tanishib. Ha, mana boshlayapti. Shahidlar. Bugün yaxshi chiqadi. Yo, bu ham yaxshi. Mana bu yerda bir guruh yigitlar Arsenal bilan nimani ko'ryapti? PSJ'ni. Qaytdi. Birinchimi bu? Birinchi to'p. Kim tepayapti? PSJ'mi? Ha. Birinchi gol. Ovozini ko'taring, ovozini. Baland shuni deyman-da. Xudo xolasa ikkinchi ovqatimiz. Sadriddin aka, ikkinchisiga nima buyura boshladingiz endi? Zakaz Samarqand? Samarqand to'y kabobi. qo'ldan kelgan. Ha, yaxshi. Endi Bag'dodga bir narsalar deng endi. Farg'onaga ketadi Bag'dod. Hammaga salom. Bag'dodda hamma yoq tinchlik. Ha, yaxshi. Mana bosh o'g'rimiz. Birinchi marta. Uyaltirmang endi. Ya birinchi marta. Xudo xolasa qani? Kattasi endi keladi hozir. Bu kichkinasi bu. Kichkinasi qani edi? Yo'q, ha? Kichkinasi mana shu yerda o'ynab yuruvdi. Sardarmidi? Xudo xolasa mana kichkinagina o'zbek gruppamiz shashlikdan uvilladik. Xudo xolasa endi Samarqandcha to'y kabobdan. Bu qo'y go'shtimi, nima edi bu? Aslida aka. Bitta qo'y bosdingizmi yo? 17 kilomiz. 17 kilo chiqdimi? Qo'yingiz. Molodez. Yo'q, Yana bormi hali? bu yarimidan ko'p. Yarimidan. Ha. Mana hozir. Endi bu Samarqandcha to'y kabob. Endi ko'ramiz endi hozir Samarqandcha to'y. Ko'ramiz Samarqandcha to'y kabob. Mana yerga yumshatib olsa, ovoz keyin qizib yoqqa xuddi o'shanda kengcha. Va go'riga yaqinroq. Bu go'sht dedi hozir Sig'madi u qozonga. Endi marta kichkina qozonchada yana bitta boshqa. Bu yerda choy demlanadi. Shashliklardan bo'kdik, uvilladik. Endi keyingi ovqatlarga. gaz qo'yalimi, o'ti yaxshimi? Ketdi bilan. Lekin baland yoqar ekan lekin. Ha? Baland yoqar ekan. Ana yo'q. Ikkinchisiga vagori ekan, vagori. Aka YouTube'ga men qo'ydingiz? Nimaga? YouTube'da men ko'rmayapman. Chortoqqa bir narsa hay deb qo'ying. Assalomu alaykum. Mana hammani Qurbon hayitlar bilan tabriklaymiz. Mana bugun o'zbek community vodiylar, Chortoqliklar ko'proq. Buxorodan shu bilan birinchi Buxorodan akani taniganmiz. Bega USga kelib, hammaniga yaxshi kayfiyat, Qur'onlikdagi savoblardan qiyomatda hammamizga ajri tegsin. Assalomu alaykum. Rahmatulloh, barakat. Keyingi Qurbon hayitlarga ham Alloh o'zi yetkazsin. Nasib qilsin. Mashinada uchrashishlik. Amin. Rahmat. Chortoqdagilarga katta salom Dilmuroddan. Ha, salomat bo'ling. Hamma tanigan bilganlarga. Salom. Nimalar bo'lyapti endi bu yoqda? Ha, bu erkalik.
Ulug'bek aka, o'tiring Nima? aka. Yo'q, o'tiraverib. Islam yo'q, hali go'shtdan. O'tiraverib bulbulga bo'lib ketdik-ku ko'tlar. Goose cover dog. Ha. It's a goose cover dog. Yes. Let's go. Bu YouTube'ga qachon qo'yasiz? Ana hozir premyer reportaj bo'lyapti. Ha, bravo. Ha. Ama bittadan so'z so'rayman, men aytdim so'zni. Azizbek, bir narsa dengin-da. Namangan ahliga, Namangan ahliga, qadrdonlarimizga, hammalariga salom. Mana biz Los Anjelesdamiz, akalarimiz bilan birga Hayit bayramini nishonlaymiz. Hozir chiroyli ovqatlarni pishirib, xudo xolasa. xudo xolasa, chortoqli bo'lib Buxorocha ovqat tayyorlaymiz. Nasib Hammaga omad, kelinglar, O'zbekiston futboldan yutish o'ylaymiz. Yetsin. Amin. Yigit kishiga 70 hunar oz. Mana namanganlik bo'lib Buxorocha ovqat pishiradigan ekanlar. Degan qoyil. Chortoq. Mana bu yoqda mana Chortoq vakillari mana. Mana bu yoqda mana Chortoq vakil mana Yaponiyadan kelishgan mana. Yo'q. Mana bular Yaponiyada. Siz Yaponiyadami? Qani u Yaponiyadan kelgan? Ha, ular kelmadimi? Ha, dashtim. Luboy ho'kiz 500 kilolik non bosib bo'lsa, 6 sekundda hal etib beradigan yigitlardan mana. Ha. Ko'rasizlar. Nima bo'ldi bu? Ha? Ha, Chortoq mana. Aytdim-ku, hali Chortoqlar bir 10% kelgan. 100 kishi hali aytdi, Meksikan chegarasida turibdi deb. 99 soat turibdi kutib. Meksikada kutib turibdi. Ha, Buxorolik o'zimizdan ekanmiz. Hamma taniydigan. Ha, Bag'dodlik sadrida mana. Mana ota-o'g'illar, ota-o'g'illar mana Samarqandcha nima edi? To'y kabob. Dada-o'g'illar mana pishiradi. Qoyil qilmang. Qani Sardarbek? Ha, Sardarbek o'zimizning Qozondan. Doktor. Travmatolog. Kim oyog'i qo'li sinsa, astag'firullah bo'lmasin. Mutaxassis maslahat beradilar. Doktorlar. Kelavering. Nimani? Amro olyapmiz buni, olyapmiz. Ulug'bek akami? Olyapmiz mana. Tanishtirib qo'ydim u operasiya bilan. Buxorodan kelib borasiz. Ha, nasib. Buni hozirroq montaj bo'ladi. Men bu narsani kamroq ishlayman. Ha, boshi. Baykot. Yo'q, mayli, baykot u anaqa siyosat u. Biz sog'lik tomondan nima aytamiz? Buni ichi to'liq shakar. To'g'ri. Oshqozonsi bezini qiyiqlatib yuboradi. Ronaldo futbolni sevasizlarmi? Ronaldo ham ko'p-ko'larni bunday olib qo'ygan bu yoqqa. Shuning uchun iloji suzib qo'yish kerak. Ha? Nima bo'lyapti endi? Traditional meats. O'zbekcha gapirda endi bu o'zbek nimalar uchun? Milliy ovqat. Milliy ovqatmi? Buxorocha. Qovurdoqmi? Qovurdoq. Qani bu yerda nima bo'lyapti bu qozonda? To'y kabob. Qor. Sen ukang qani? Ukang qani sen? Ukam uyda. Nima uyda? Vazifasi Ha? ko'p ekan. Nimasi ko'p ekan? Homework. Ha, uy vazifami? Ha, bir 2 soat dam olardi. Endi kesib tashlang. Nimaga? Hammasi original. Hammasi original bo'ladi. Ha, tabiiy bizda kesish, qirqish degan narsa yo'q, unaqa funksiya. Nima bo'lyapti endi shaxmat? Yusuf yutdimi? Has Yusuf been beating up? Oh wow. I told me. This will beat you too. Necha Yusuf? Checkmate. What's the score, Yusuf? Yutdingmi o'g'lim? Ha? Yutdingmi? Shaxmatda yutdingmi? Good job. O, yana yutyapti-ku mana. Restart. So you forfeit? Yeah. There you go. Hit the hand. Yusuf, nima bo'lyapti o'yin o'g'lim? Yutyapsanmi? Ha, ichmadingmi?
Kassa biri birmi? No. Wait, I was right here, right? And I know you came with the meat and it's not pork. And it's goat, sheep, or cow. The Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, how was it poisoned? He was poisoned by a thief. So we have knowing the syrup because that's how he was poisoned, because he ate the meat of the sheep. And that wasn't the first time that he was offered food. Yeah, that wasn't the first time he was offered food by the people of the book. So, yeah, alhamdulillah, when you know the sunnah, it makes things a little more easier and clear for you, but it's your choice as well. So, me, I try not to bash brothers and sisters who might go to certain places in America because they might use the ruling of a scholar who says, you're in America, you can eat the food, right? So I say, okay, I just won't eat it, right? Now, if I know for sure you're a Catholic, you're not a Christian, you know, it's not Bugun parkka juda ko'p musulmonlar yig'ilibdi. Yana Hayit bayramini nishonlanyapti shekilli. Bugun shanba kuni bo'lgani uchun uyda hamma. Hozir parklar aylanib qarayapman. Mana bu yerda mana qora tanli shu musulmon ayollar. Bu yerda mana tug'ilgan kun bo'lyapti. Ular latinaslar. Bu yerda mana musulmon erkaklar bu yerda shug'ullanish, ovqatlanishyapti. Bu yo'llarda mana to'liq park. Mana o'tirish. Bu yo'lda ham musulmonlar ekan. Ro'molli ayollarni ko'ryaptim. Plus Qurbon hayit bayramini nishonlashyaptilar. Sekin bir yegerlar hazm bo'lsin deb park aylanay dedim. Sekin mana ko'ryapman. Bugün ancha to'liq park. Bu yo'llarda ham bor ekan odam. Pastga tushaylik ha. Pastda nima bo'lyapti? Pastlarda ham bor odam. Hamma kun dam olishga kelib mazaqlab yotib dam olishyapti. Musulmonlar bayram qilishyapti. Başlaştık yana. Köketler bizkiga qo'yilmagan köketler.
Ha nechta bo'ldi? Sotib qo'yinglar. Dilbiringizni olib qancha bo'ldi senga? O'shanda aytganman, inglizchaga o'ting endi. Inglizchaga o'ting.